Hurmatli tadbirkorlar, hurmatli agentlar, bankirlar, bugun mana yana uchrashuv qo'yilgan tadbirkorlar bilan. Masala har doimgidek fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish. O'zi asosiy mahalla bankirini, mahalla agentini faoliyati fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish. Bugun aytilgan hamma agentlarga aytilgan bo'lsa kerak, fuqarolarni olib kelinglar, endi mayli kelolmayotganiga borish kerak. Mahalla agentini vazifasi, bankirni vazifasi, aholini turmush tarzini o'rganish. Shuncha qaror qonunlar chiqyapti tadbirkorlikka. Hozir bironta kredit bo'yicha bironta muammo yo'q, bironta mahallada ham, bironta bankda ham bironta muammo yo'q-da. Limiti ham bor. Nima desa tadbirkorlik qilamiz desa hamma yengilliklar yaratib berilgan fuqarolar uchun, tadbirkorlar uchun. Lekin doim tadbirkor izlaymiz, kredit beraylik, faoliyatini qilsin. Faoliyat qilsin degan juda kam fuqarolar chiqyapti-da. Shuning uchun bugungi uchrashuvimiz maqsad shu fuqarolarni tadbirkorlikka yo'naltirish. Shuning uchun kimda masala bo'lsa, marhamat aytishlaringiz mumkin, so'rashlaringiz mumkin. Tushunmagan joylarda tushuntiramiz. Hozir muammo yo'q, mana bugun ham opa keldilar nima bo'yicha, kredit masalasi bo'yicha. Bu yerda yana bitta akamiz o'tiribdi, tadbirkorlik qilaman deb. Hozir muammo qolmagan. Limit ham hamma 31 ta mahallaga hozir ancha 3 milliard qancha, 3 milliard 100 ming, 3 milliard 200 limit berilgan hamma mahallaga. 39-qaror bo'yicha. Shuning uchun agar savollaringiz bo'lsa, nimalar bo'lsa bemalol aytinglar. Javob beramiz.